suyak kollagenini ichib ko'rdingizmi? Qanaqa ta'sir qildi? Ha, mana bu ko'ksatrozmi nimadir edi. Belim har kuni og'riyotgandi. Men o'shandan foyda ko'rdim deb o'ylayapman. Lekin o'ziga davolovchi emas deb yozilgan, lekin foyda ko'rdim, og'riqlardan xalos qildim-da. Og'riqli bo'lmayapti. Ko'ksatrozda o'zidagi og'riq kuchli bo'ladi-da. Sizdagi og'riqlar pasaydimi shunda? Shunaqa bo'ldi. O'sha hisobiga yana bitta olyapsiz endi. Buni bemalol 3-4 oylab bemalol ichsangiz bo'ladi. Keyin sekin-sekin paytabu qilib sekin to'xtatamiz-da. Yana 1 oy dam olganingizdan keyin yana ichsangiz bo'ladi. Bu shifolovchi deb yozmagan bo'lsa ham, lekin qaysidir miqdorda suyaklaringiz, bo'g'imlaringiz uchun o'ta foydali hisoblanadi bu. Xudo xolisa Allohning marhamati bilan balki yana bir doktorda ko'rinsangiz, yana aytishadi bu narsani. Chunki u nomi bilan aytib qo'yibdi-da, kollagen suyak bo'g'imlari uchun deb aytib